ko'chada planchi berib ketdi. Xo'sh, kim qo'lini teqsa orzusi amalga oshar ekan. Bo'lmagan gap. Men o'zingiz ushlab ko'ring. Oynanangiz qo'y jerda. Kelin, oyoq kiyimlaringizni tozalab qo'ydim. Yana nima xizmat qilay? Ayting. Oyog'imni pedikir olib qo'ying. Voy o'rgilay bo'pti-da. Mana, ketdim. Hammani orzusiga bunday chiqqan xizmat bor. Men ham haqda-yu. Iltimos, mana shu yimaloqqina ovsinim tirriqlab osib ketsin. Ana shunday chiqib qilpillab osib olasiz-da. Vau, zo'r o'ynayapsan xotin. Tashqarida nimadir bo'lyapti. Nima bo'pti o'zi? To'xtanglar, bir boshdan boshlaymiz. Mullaka, siz nimani orzu qilasiz? Bilasizlar, xotinim saraton. Shuni hal qilishimiz kerak. Manzil ketishimni xohlaysizmi, otajonisi? To'g'ri uchun erta bormisan, yo'qmisan? Bola kimni qarash kerak-ku? O'zimga emas, ada. O'zingiz hal qilinglar boshim. Endi menga ishlama kerak emas, bola. Sizlar aql baxtli yashasalaring bo'l. Uy joylaring, hovli joylaring kerak emas. Navralarni ko'rsam, o'ynatib yursam bo'l. Bunday chiqqan narsalarni hozirdan ko'rmadim, bola. Bu narsalar menga to'g'ri kelmas ekan. Ma, bolam, o'sha, ol, il. Shu erim iloyim. Qaynotangizam qo'shvaring xomma. Ha, boladajon, erim ham, qaynotam ham iloyim qizlarga qaromay qolsin. Ada sizga yaxshisi ko'rmayaptimi? Qattasa, o'g'lim. Ha, bu yerda ada? Ha. Bo'pti, bitta. Qo'shtir qizim, men ta'rif bir olib olsam, ham kelindan gap eshitaman. Ayni sizdan bir tilak bildirib yuboring, maza qilaylik-chi. Jo'singni to'xtatib yuboring, meni iltimos. Qo'yoqda to'xtaysiz, mezga qara, arabcha shaqildoqlar olib kelganman. Shaqillatib taylab, oxirigacha sharmanda bo'ldim. Nima qilar endi bu yoq kishim? Qandoq bemuborak orzu. Shimmoq berib ol xotin. Shu chol o'lmadi, men qutulmadim. Ada? O, ma'qulmi? Qani? $100, ha? Qani siz? Cho'ntaman, o'g'lim, qardan yoning. Pulmi? Ha? Bo'lmabsiz, Ashi, bering, bu yoqqa tashaveramiz. Qo'shni, nima janjali? Baqir chaqir. Mana shu qo'shniga ham bitta berib ko'raylik-chi. Qani qo'shnim shafsan, tilak bildirib yuboring-chi. Bo'ldi mana, nima o'zgardi endi? Men bolalarim yo'q. Hozir biz 4 ta kelini ham tug'mas kasal bo'lgan qaynonadan intervyu olamiz. Xo'sh, nima uchun hozirgacha nabirangiz yo'q? Hozir men kelin pepag'ini yuvolay, keyin gaplashamiz. Nima tilak bildiruvdingiz? Cho'tti shu holatdan ishte. Qatadir ko'rgandayman. Bo'pti turdim men. Tinchgina chetga olib qo'ya qoling. Men ham shu uyda a'zosiman, to'g'rimi? Orzu qilishga haqqim bor. Adasi, butun umr orzu qilgan narsangizni tilang. Oh, Mahito. Jinnimisiz kattaroq narsa tilang. Oh, mevali Mahito. Aka, birinchi mana bitta orzu qilaychi. Qani ko'raylik, nimani orzu qilar ekan? Ata bizni ko'rmaymiz-ku. To'g'ri qarab tursak, ko'rilgan bilinmaydi. Bo'l, hozir. Qattasi. Jannatim! Men orzuyimga erishdim. Orzuying nima edi o'zi? Qamalib chiqib, mahallaga avtoritet bo'lish. Svetoyim. Ha, oqqora degan orzu qilibsan-da. Men sizlarga o'xshab birovga yomonlik tilashni xohlamayman. O'zim bo'lsam bo'ldi deyman, bo'ldi ana. Mana hujjatlar uy sizni nomingizda. Xotin, mehmonlar chiqazib. Qani jo'ninglar o'zim yo'lla mana. Yaxshi ilanakan. Nima bo'lyapti qo'shni? Mehmonlar haydaymiz. Jo'nanglar. Jo'nang, qaytib kelma. Stop. Ojon tilak bildirmadilar hali. Onam uzr. Tilak bildirib yuboring. Meni tilagim Chaqaloqlar, qo'g'irchoqlar, qo'zichoqlar, o'g'inchoqlar, erib bitdi yurak. Nevaradan boshqa orzuyingiz yo'qmi-de? Bor, yuvarali bo'lish. Qaranglar, qanday baxtli o'tiribmiz. Do'stlarim, zo'r o'tiribmiz-a? Mana qaragin. Ada sizmisiz? Qattasan? Ha, ada shu. qani mana bitta tilak bildiraychi. Dahshat, kuni kecha butun oila qo'ziqoqli somsadan zaharlanganligi aytilmoqda. Va o'limi oldidan aynan mana shu uyni qo'shnisiga qoldirishni vasiyat qilishibdi. To'g'risi bu narsani eshitib juda ham xafa bo'ldim. Menga bu uy umuman keragi yo'q. Qarang, ana o'rtadagi devorni ham buzib o'raylikmi? Ha, men uyimga qo'shib yuborasizlar.
juda ham qattiq afsusdaman, yaxshi qo'shdingmi? Qayerdasan o'g'lim? Bittami adi? Ne biz o'lmadik? Somsa yemading. Somsa bobida o'tdi.